Mana ko'rsanglar bo'ladi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ta telefonlarni har bittasini bitta holati, xotira, narx-navosi bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. O'shaning uchun videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Tayyor bo'lsangiz biz ham boshladik. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Sharabara ko'rsatuvining ikkinchi qismini olishga qaror qildik. Bugun videorolikimizda sizlarga ajoyib bo'lgan har xil modeldagi telefonlarni video obzorini qilib beramiz. Shu sababdan videomizning nomi ham Sharabara. Yaxshilab joylashib oling, biz videorolikimizni boshladik. Videoroligimizni Samsung telefonlari boshlab berishadi. Qo'limdagi ushbu telefonimiz Samsungdan S15G deb nomlanadi. Xotirasi 8 ga 512 GB. Holatini ko'rishingiz mumkin. Unchalik yomon emas. Yaxshi holatda saqlanib qolgan ekan. Hech qanday ayb nuqsonlar yo'q. Bu telefonimiz Koreyacha ishlab chiqarilgan bitta sim kartali bo'ladi. Change qilib o'tkazib qo'yiladi emailkasi. Ba'zi bir ilovalarni o'qimasligi mumkin, ya'ni bank ilovalarini podдержка qilmasligi mumkin, lekin kundalik hayotda ishlatish uchun juda ham ajoyib model hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, $155 ga qilib beriladi. Samsung Note 20 Ultra deb nomlangan modelimiz qop-qora rangida, ruchkali bo'ladi. Holati biroz urinib qolgan, lekin ishlatish uchun yaxshi model hisoblanadi. Bozorlarda yaxshisini $250-260 sotilyapti. Biz qolimizdagini $195 ga qilib beramiz. Holati biroz urinib qolganligi sababli. Xotirasi 12 ga 256 GB bo'ladi. Bitta sim karta podдержка qiladi, emailkasi ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. 6 ga 128 GB xotiraga ega bo'lgan ushbu telefonimiz Samsungdan A90 deb nomlanadi. PUBG'chilarning sevimli telefonlaridan biri. Sababi PUBG'da stabilniy 60 FPS da bemalol ishlab bera oladi. Ushbu telefonimiz bozorda yaxshi holatdagilar narxi $130-140 ga sotiladi. Bu telefonimiz 920 ming so'mga qilib beramiz. Sababi ekrani bir marta alishgan ekan. Shu sababdan arzonga xarid qildik va sizlar uchun ham arzonga qilib beramiz. Qiziq bo'lsa aloqa chiqib qo'yaverasizlar. Samsung A54 telefoni 256 GB varianti. Ushbu telefonimiz ikkita sim karta podдержка qiladi. Hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. Vietnam versiya bo'ladi. Ko'pchilik Vietnam versiyasini ikkita sim kartali bo'lgani uchun qiziq xarid qilishadi. Ko'rishingiz mumkin 8 ga 256 GB xotira. Holatlari unchalik yomon emas, ishlatib qo'yishga arziydi. Narxi esa $150 ga qilib beriladi. iPhone 11 Pro telefonining arzonroq varianti. Yozib qo'yganmiz displey, ya'ni ekran bir marta alishgan, xotirasi 64 GB, batareyamiz 100%. Ushbu telefonimiz narxi $150 ga chiqadi. Qiziq bo'lsa aloqa chiqib qo'yarasiz. Ushbu barcha telefonlarimizni Telegramga batafsil ma'lumotlari bilan, to'liq tushirilgan rasmlari bilan joylab qo'yganmiz. O'tib Telegram kanalimizda o'zingiz barchasiga guvoh bo'lsangiz bo'ladi. Ma'qul kelsa xarid qilsangiz ham bo'laveradi. Mana bunaqa neobычный svetda bo'lgan iPhone 11imiz xotirasi 64 GB, batareyamiz 77%. Holatlari unchalik yomon emas, ishlatishga arziydigan, narxiga arziydigan telefon. Ushbu telefonimizning xotirasi 64 GB, batareyamiz 77%. Narxiga keladigan bo'lsa, $170 ga qilib beriladi. iPhone 11 ham narx qulayroq narxda esa yozib qo'yganmiz. Face ID ishlamaydi. Xotirasi 128 GB, batareyamiz 95% tashkil qiladi. Holatiga bitta e'tibor berib qo'yasiz, yomon emas. Narxiga arziydigan shaklda necha pul o'sha narxi deb qiziqqanlar uchun $145 ga qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin 128 95% yo'nqisida Face ishlamaydi. Face odatda faqatgina telefonning ekran qulfini ochish uchun ishlatiladi. Kod qo'yib ishlatib yursangiz ham bo'laveradi. Agar Face'ini tuzatmoqchi bo'lsangiz 250 ming 300 ming so'm atrofida rasxat qilasiz, Face ham tuzaladi. Menimcha narxiga arziydi. Siz nima deb o'ylaysiz? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. O'qib chiqish albatta biz uchun qiziq bo'ladi. iPhone 12 telefonlarimiz xotirasi 64 GB 80 yo'nqis, bunisi esa 128 GB 100% yo'nqis, ya'ni usilinga qilib qo'yilgan. Narxlariga keladigan bo'lsa, ushbu telefonimizning narxi $210 chiqadi. Xotirasi 2 xil bo'lishiga qaramasdan narxlari bir xil, sababi mana shu telefonimiz holati ideal. Xotirasi kichkina bo'lsa ham $210 chiqadi. Bu telefonimiz xotirasi katta bo'lsa ham $210 chiqadi. Biroz holatlar urinib qolgan. Biriktirib etmagan joylar bor. Shu sababdan ikkitasini narxi bir xil chiqadi. $210 dan. Qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib, batafsil ma'lumotlarni olib, boshqa viloyatdan turib zakaz bermoqchi bo'lsangiz, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Sizga BTS pochtasi orqali dastavka qilib yubora olamiz. Poco modellariga keladigan bo'lsak, Poco X7 Pro'ni arzonroq variant bozorlarda 250-270 sotishyapti. Biz sizga taklif qiladiganimiz $190 evaziga mana shu oynasida dast ketgan joyi bor. Shu sababdan arzon chiqadi. Xotirasini ko'rsatadigan bo'lsam, 256 GB, operativniy tizimi 8+4 bo'ladi. PUBG'da bemalol 120 FPS da ishlata olasiz. Narxiga arziydi. Qiziq bo'lsa aloqa chiqib qolasiz. Huawei'dan Nova 9 SE deb nomlangan model taklif qila olaman. 128 GB, operativniy tizimi 8 GB bo'ladi. PUBG uchun ishlatmoqchi bo'lsangiz, bemalol 60 FPS stabilniy ishlab bera oladi. Ko'pchilik Poco X3 Pro bilan solishtirishadi. Solishtirmang, bu undan ko'ra juda ham kuchli prosessorga ega, juda baquvvat telefon bo'ladi, lekin narx-navosi Poco X3 Pro bilan почти bir xil bo'ladi. Narxi $125 ga chiqadi. Hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. Ikkita sim karta podдержка qiladi, emailga ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan, tayyor. Vivo modeliga qiziqadiganlar uchun Vivodan E31D ni deb nomlangan model. Batareyasiga bitta e'tibor berib qo'ying, 7200 mAh. Bu degani bir kunga bemalol yetib bera oladi. Xotirasi 256 GB, operativniy tizimi 8+8. Eng qiziqarli tarafi, prosessorga e'tibor bering. Snapdragon 6S Gen 2.
Bunaqa prosessor va telefonimiz juda mo'shni ishlab bera oladi. Kundalik hayot uchun vashshe monster telefon hisoblanadi. Holatlari ham yomon emas ekan. Yangida holat turibdi. Hatto o'zini zavodga plyonka ham olinmagan ekan. PUBG'da menimcha bemalol 60 FPS yoki 90 gacha ishlab bera olsa kerak. Holatini ham bitta ko'rib qo'ying va xarid qilishga shoshiling. Sababi bunaqa holatdagi Vivo telefonlarimiz juda kamdan kam keladi. Narxi ham shunga yarasha arzon. Nech pul? Narxini ham aytib o'tdik deganlar uchun ushbu telefonimizni 130 dollarga qilib bera olamiz. Infinix Note 50 Pro telefonimiz juda ham ideal состояниедagisi. Egasini aytishlariga qaraganda bu telefonni bir hafta ishlatibdilar. PUBG uchun olganlar 120 FPS deb o'ylagan ekanlar. Yo'q, 120 FPS ishlamaydi. Bu telefonlarimiz 60 FPS da ishlaydi. Bu telefonni kundalik hayotda ishlatish uchun zo'r apparat hisoblanadi. Sababi batareyasi mo'shni, prosessorlari yaxshi, kameralari cho'tki ishlaydi. Bitta zaryad bilan bemalol kundalik hayotda 2 kun ishlatish mumkin bo'ladi. Korobka, dokument, zaryadnilari hamma narsasi o'zi bilan turibdi. Hatto nashnilargacha tegilmagan ekan. Okamiz qanday olgan bo'lsa o'shanday holatda berib ketdilar. Besprovod zaryadnilarigacha. Ushbu telefonni biz sizlarga 200 dollarga qilib beramiz. Batafsil ma'lumotlar albatta Telegram kanalidan olsangiz bo'ladi. Arzonroq modeldan ko'rsatiladiganlar uchun ham Technospark telefoni. Korobka, dokument, zaryadnilari ham bor. Technospark 10 Pro 256 GB, operativkasi 8+8, ya'ni 16 GB bo'ladi. Zaryadnilarigacha bor. Ushbu telefonimiz narxi 1 million 100 ming so'mga chiqadi. Hech qanday ayb nuqsonlari yo'q, garantiyali holatda albatta. Ko'rinishlari необычный dizaynga ega bo'lgan ushbu telefonimiz Honor modelidan Honor X5D Plus deb nomlanadi. Prosessor MediaTek Helio G80 bor ekan. Operativning tizimi 4+4, xotirasi 128 GB, batareya sig'imi esa 5260 mAh ekan. Holatlari ham yaxshi holatda, hatto zavodga plyonkasini olishmagan ekan. Egalari juda yaxshi ishlatishgan ekan. Ushbu telefonimiz sotuvda. Narxi nech pul deb qiziqqanlar uchun 1 million 100 ming so'mga qilib beramiz. Yana xuddi shu narxga ega bo'lgan Honor X7B deb nomlangan modelimizni sizlarga taklif qilamiz. Xotirasi 128 GB, ozu 8+8, batareya sig'imi 6000 bo'ladi. Ko'rinishi mana shu holatda. Biroz urinib qolgan, lekin ishlashi yaxshi, narxiga arziydi. Qiziq bo'lsa 1 million 100 ming so'mga aloqaga chiqib qo'yasizlar. Xiaomi 11 Lite telefonlari PUBG'da 60 FPS da bemalol ishlab bera olish bilan mashhur bo'lgan ushbu telefonlarimizni 1 million 100 ming so'mdan biz do'kondan xarid qilsangiz bo'ladi. 5 GB poddeshka qiladi, 8 ga 128 GB xotiraga ega, bitta sim karta poddeshka qiladi, hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. Boshqa viloyatdan turib zakaz qilmoqchi bo'lsangiz bemalol aloqa chiqarasiz. Sizga BTS pochtasi orqali dastavka qilib yubora olamiz. Qizig'im aloqa chiqaring. Va so'nggi bo'lib ko'rsatadigan telefonlarimiz Redmi 14C deb nomlangan modellarimiz. Bular juda ham budjetli model hisoblanadi. Mana shunisi 128 GB xotira, operativ tizimi 6, narxi 900 ming so'mga chiqadi. Bunisi esa 4 ga 128 GB lik bo'ladi. Narxi 720 ming so'mga chiqadi. Nima sababdan arzon deganlar uchun chetlarida biroz urinib qolgan joylari bor. Shu sababdan bunisi arzonga chiqadi. Ikkita sim karta poddeshka qiladi. Shu telefonlarimiz hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. Bemalol kundalik hayot uchun ishlatsangiz bo'ladi. Narxi budjetli model so'raganlar uchun bemalol narxiga arziydigan holatdagi telefonlar. Mana shu telefonlarimizdan qaysi biri sizga ma'qul kelgan bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Quyidagi nomerlar orqali yoki Telegram orqali bog'lanib, qo'shimcha ma'lumotlarni olib, so'ngra mana shu telefonni xarid qilmoqchiman deb bog'lansangiz ham bo'laveradi. Narxini albatta sizlarga juda chiroyli narxda qilib beryapmiz. Pochta xizmatidan foydalanganlar uchun telefonimizni yuboramiz, qo'lingizga olasiz. Ko'rib olganingizdan so'ng albatta to'lovini amalga oshirsangiz bo'laveradi. Bu tarafdan muammosi yo'q. Bizning manzil Namangan shahar Texnobash 84-do'kon. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'ying. Bu bizga juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.